kitobları mana shu aytdim-ku, shoir, noshir, tarjimon, saxovatpesha inson mana shu kutubxonani shu xalqqa taqdim qilgan. Mana bugungi mehmonlarni mana ko'plarini tanishtirdim, Abdullajon. Hali xudo xolasa bu yerga poyqadam qiladiganlarni nihoyatda haligi ko'p bo'ladi, poyqadamlar uzilmaydi. Hamma nimadagi insonlar kelib, bu yerdan olim, shoir, oddiy fuqaroyu bu yerda sizni nimangizdan bahramand. Mana Gul Muhammadni mana bilasizmi? Muzey direktori mana o'g'illari taklif qilishgan ekan, bular ham mana do'stlar bilan ko'rishdi. Yaxshi. Sizga ham taklif qilamiz. Navro'z arafasida xudo xolasa ochilish qilamiz. Buni hali ancha qiladigan ishlar bor. Bolalar endi menga bitta nima qilib shu yerda joy qilib, hali ancha kitoblarni joylashish, boshqa nimalari bor. Davrachilaringiz ham yetuk farzandlar bo'lsin. Haqlarni beringizlar. Alloh shu barcha yaxshi niyatlaringizni ro'yobga chiqarsin. Alloh. Katta Rahmat sizlarga. rahmat.